لبيك اللهم لبيك. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Sizga Alloh taolaning salami, rahmati va barakati bo'lsin. Mening ismim G'oli. Biz birgalashib har bir musulmon kishisining turmushindagi eng muhim sayohati hajni nechik durust boshqarga ekanini o'rgandik. Haj qilgandan so'ng qolgan vaqtni foydali etib o'tkazishga ham musulmon kishisi uchun izgi bo'lgan o'rinlarga borishga mumkin. Madinani yo'qqagina nurli shahar deb atamaylar. Naq minamında barliq aybirlar Alloh taolaning elchisi sallallohu alayhi va sallamni esga tushirib turadi. Bu shaharga kelgach, Al-Quba masjidine bora olasiz. Ul islom ingdirilgandan so'ng musulmonlar tarafidan eng birinchi tuzilgan masjid. Munda shulay yo'q ikki qibla masjidi yoki Masjid al-Qiblatayn o'rnashgan. Bu ikki mihrobi bo'lgan dunyodagi birdan bir masjid. Onun birisi Yerusalimga, ikkinchisi Makkaga qarab turadi. Al-Baqiq Madinaning tub zirati. Munda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oilasining ko'p sonli a'zolari, ko'rinishli kurashdoshlari, shulay yo'q tanilgan musulmon ishliqlilari ham taqvo kishilar ko'milgan. Payg'ambar masjidi dunyodagi eng zo'risi ham Makkadagi Al-Haram masjididan so'ng islomning ikkinchi izgisi. Munda Alloh taolaning elchisi sallallohu alayhi va sallamning ham yaqin kurashdoshlari Abu Bakr ham Umarning qabrida bor. Shuluq vaqtda masjidda o'z-o'zingni tutuv qoidalarini unutmasga tirishig'iz. Masjidga borganda kishi g'usl yoki tahorat olgan bo'lirga tegish. Masjidda najis holinda bo'lu qat'iy tiyila. Kiyimning shistalig'in ham puxtaligini qarag'iz. Masjidga o'ng oyoqdan kirib tubandagi so'zlarni aytigiz. Allohumma iftah li abwaba rahmatik. Allohim, menga marhamat eshiklaringni och. Masjidga kirgach, Alloh taola elchisi sallallohu alayhi va sallam sunnatini iyarib, 2 raqat namoz o'qirga unutmag'iz. Masjidda shistalikni saqlarga, boshqa ibodat qiluvchilarga qimavshovlamasqa, ham aligi masjidda qabul etilgan qoidalarni saqlarga tirishig'iz. Bosh so'zlar söylab, boshqalarni Alloh taolaga ibodat qiluvdan ayirishga kerakmi? Allohga maqtov so'zlari, zikr ham payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salavatlar aytib o'tkaru xayrliroq. Masjiddan chiqqanda tubandagi duoni o'qig'iz. Allohumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allohim, sendan keng fazli rahmatingni so'rayman. Izgi o'rinlarda, masjidlarda yurgandagina tugil, butun haj vaqtida da igilikli, oshiq yuzli bo'lirga unutmag'iz. Nizoqdan ham bahasli hallardan qo'sharga tirishig'iz. Ham har musulmon kishisine muhim bo'lgan bu sayohat uchun Alloh taolaga rahmat aytigiz. Alloh taola sizning izgi amallaringizni va ibodatlaringizni qabul etsin. Hajni muborak qilsin, ham ikki dunyo barakati bersin. Sizga Alloh taola rahmatin va barakatin bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.